DTM'da Euler Venn diagrammasiga taalluqli bo'lgan test 2 ga ham 3 ga ham bo'linmaydigan 100 dan kichik bo'lgan natural sonlar nechta? Endi test yechishga o'tamiz. Birinchi qiladigan ishimiz ikkita aylana, kesuvchi aylana chizib olamiz. Bittasiga 3, bittasiga 2 qo'yaman. Ya'ni bundoq yana bitta to'rtburchak ham chizib olaman. Jami son 100 dan kichkina bo'lgan natural son 99 ta. Bundoq qilib yozaman. Jami son hammasini o'z ichiga olgan. Endi uni ichidan 3 ga bo'linadigan nechta, 2 ga bo'linadigan nechta, 2 va 3 ga bir vaqtda bo'linadigan nechta, tashqariga 2 ga ham 3 ga ham bo'linmaydiganini yozishim kerak. Demak, birinchi qiladigan ishim 2 bilan 3 ga bir vaqtda bo'linadigan sonni yozishim kerak. Nechtaligini 99, 100 dan kichkina eng katta natural son 99, 2 ga ham 3 ga ham bir vaqtda bo'linadiganini yozish uchun 2 bilan 3 ko'paytmasiga 99 ni bo'lishim kerak, butun qismini olishim kerak. Bu bo'ladi, hozir 3 ga qisqartirsam 33 taqsim 2 bo'ladi. Endi 3 qisqardi, bu 16 chiqadi. Demak, 2 ga ham 3 ga ham bir vaqtda bo'linadigan sonlar 16 ta ekan. 16 ta deb yozib qo'yaman. Endi 99 ni 3 ga bo'lsam, o'sha 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ichida nechtasi 3 ga bo'linishi chiqadi. Bu 33 ta chiqadi. Ya'ni 16 tasi 2 ga ham 3 ga ham bo'linardi. 16 ta o'z ichiga olib ketsa, ya'ni 33 ta 16 ni olsam 17 ta bo'ladi. Shunda 3 ga bo'linadigani 33 ta bo'ladi. 2 ga bo'linmasdan 3 o'ziga bo'linadigan 17 ta bo'ladi. Endi 99 ni 2 ga bo'lsam, butun qismini olsam, 1 dan 99 gacha bo'lgan sonlar ichida 2 ga bo'linadiganlar nechtaligi chiqadi. Buni butun qismi 49 bo'ladi. Ya'ni 49,5 chiqadi, butun qism 49. Demak, 2 ga bo'linadigan sonlar 49 ta, 16 tasi 3 ga ham bo'linadi. 49 dan 16 ni ayirsam 33 chiqadi. Ya'ni 33 ta son faqat 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linmaydi. Endi 2 yoki 3 ga bo'linadiganlar o'z ichiga mana shuni hammasini oladi. Ya'ni 99 tadan, demak 99 tadan olib tashlasamman, 17 plus 16 plus 33. Ya'ni 17 plus 16 plus 33 teng bo'ladi bu. 99 minus 33 ga 17 deymiz, 50 bo'ladi. 66 chiqadi. 99 dan 66 ni olsam 33 chiqadi. Demak, 33 ta son 2 ga ham 3 ga ham bo'lmaydi. Testimiz javobi A. Bu test professional birinchi qismida olindi.